Mana olov yo'q tegida ko'ryapsizlar. Mana boshlandi. Kofe dedingizmi buni aka? Ovoz tushsa ham bo'ladimi? Men faqat ha deysiz. Ovozim tushsin. Apparat Xitoydan olib kelganman deyaptilar. Tegidan olov yoqdilar, spirt bilan tegida ip tutdi. Qaynagan suv soldilar. Suv yo'q qoldi. Ko'rasizlar, so'rilib to'laydi hozir. Tepaga chiqdi mana. Oddiy kofe dedingizmi buni? Qaysi stilda bo'lyapti hozir mana shu ish aka? Buni stili tega anglichalardan chiqqan ekan, Angliyadan chiqqan ximik. Buni Gonkongda o'ylab topgan ekan. Kofe qaysidir gradusga kelganda pishadi, qaysidir gradusdan o'tib ketgandan keyin o'sha gradusdan o'tib ketganda kuyib ketadi. Biz uni qayerdan bilamiz hozir? Biz buni ichganda bilamiz. Buni zapahi ham, даже kofeda yog'i bo'ladi. Yog'i ham, mazasi ham, vitamini ham hammasi o'zida qoladi. Ukan ko'rsatish Agar o'sha narsa olov kam bo'lsa pishmay qoladi, olov ko'p bo'lsa kuyib ketadi. Adam bilan teng aka. Ich ko'ramiz endi bilamizki. Hozir qaytishadimi endi hozir joyiga? Mana bu filtrdan o'tyapti. Qani filtr? Mana mana shu filtri bor. Endi qaytib tushar ekan, aka qo'lni ish qilayotibdi, bilmayman nimaga. Barmon tiqmasalar bo'ldi. Qara, Murod Qo'sh aka. Qo'li taptida ham qaynaydi. Osa qaynaydi. Olov yo'q tegida ko'ryapsizlar. Mana boshlandi. Gap yo'q. Qaynayapti. Hozir qo'lingizni tutganingizga 36 da. Odamning harorati ham bor. O'sha yetmayotdi. Bo'ladimi? Ichsa bo'ladimi o'sha? Menga shakarsiz qilib bering. Shakarsiz? Ha. Shakarsiz bo'lsa menga. Voy subhanalloh. Qo'shtikan berki. Takoy. Oka? Uyiga maza qildingizmi? Uy kofesimi shu? Oddiy kofe-ya? Savdorga aytdim, men tashib. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu apparat necha pul turadi? 50 dollar turadi. 50 dollar. Apparat pulmas, bitta. Oka ham pullar. Bitta ko'rsata qol-ya, aka. Yo'qotdilar. Shohjahon Abror akamdan o'rgangan patentlash. Lekin men qo'yib yuboraman bu videoni aka.